Saida ismining ma'nosi. Saida ismi kelib chiqishi arabcha ism bo'lib, baxtli, saodatli, omadli, baxtiyor, quvonchli ayol degan ma'nolarni anglatadi. Bu ism arab tilida baxtli bo'lmoq, saodatga erishmoq fe'lidan kelib chiqqan. Saida ismi odatda quyidagi fazilatlarni ifodalaydi: baxt va saodat egasi, omadli va baxtiyor inson, quvonch ulashuvchi, xush kayfiyat ayol, farovon va barakali hayot tilagini anglatuvchi ism.